Qaysi xonani kengroq qilgani yaxshi? Zalmi, oshxonami? Albatta oshxonani kengroq qilish kerak, chunki zaldan har kun foydalanmaymiz, faqat mehmonlar kelgandagina foydalanamiz. Oshxonadan bo'lsa har kun ovqat tayyorlashda va ovqat iste'mol qilishda foydalanamiz. Xo'p, koridormi yoki sanuzelmi? Albatta sanuzelni kengroq qilish kerak, chunki sanuzel qanchalik kichkina bo'lsa, shunchalik diskomfort chaqiradi va keyin sanuzel mebellar qanchalik bir-biridan uzoqroqda kengroq bo'ladigan bo'lsa, shunchalik qulay hisoblanadi va agarda kir moshina sanuzelga joylashtiradigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan kengroq sanuzel sizga komfortroq hisoblanadi. Xo'p, keyingisi spalnami yoki zinami? Albatta zinani kengroq qilish kerak, chunki zinaga 5-10 sm ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Spalnida bo'lsa 5-10 sm unchalik ta'sir ko'rsatmaydi va zinani maksimal darajada kengroq qilish kerak. Nimaga deganda, ikkita odam bir paytda o'z zinadan foydalanganda bir-biri bilan chiqib tushayotgani bir-biriga xalaqit berib qo'yishi kerak emas. Xo'p, keyingisi keng xollmi yoki tamburmi? Xo'p, ko'p qurib sotilayotgan hozirgi uylarni ko'ramiz, tambur qilishmaydi. Asosan kirishimiz bilan xoll qilib qo'yishadi. Buni o'ziga yarasha plusi bor. Ya'ni uyga kirganimizda birinchi taassurotni, uyga bo'lgan birinchi taassurotimizni keng, ya'ni uyni katta ko'rsatadi bizga, lekin minusi uyga tashqaridagi havo bittada kirgani hisobiga uyingizdagi havoni isitib yoki sovutib yuboradi. Tambur qiladigan bo'lsangiz, uyga ikkita eshik orqali kirishi hisobiga uydagi temperatura o'zgarmaydi birinchidan. Ikkinchidan, tamburga ham shkafi, ham rakovinani joylashtiradigan bo'lsangiz, bemalol tashqaridan kirganda qo'lingizni yuvib, shkafga kiyimlaringizni ilib uyga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu video boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun like bosib qo'yish esdan chiqmasin.